Hammaga salom qilasizlar. O'zbekiston havo yo'llari. Aeroport shu xalqaro aeroport Toshkentdamiz. Inshaalloh xudosi registratsiyadan o'tib oldik. Kecha Andijondan Peterga uchishimiz kerak edi. Reysimiz atmay bo'lib ketdi. Sirazi Toshkentdan olib xudosi nasib bugun agar yo'llarimiz ochiq bo'lsa, Sankt-Peterburgga yo'lga chiqamiz. Sankt-Peterburgda nasib inshaalloh ko'rishamiz. Juda ko'pchilik kechadan beri ham WhatsAppga yozdi, men WhatsAppga javob qaytara olmay qoldim. O'zim yo'lda u yoqqa borib bu yoqqa kelib, xudo xolasa 9-chislodan ishda bo'lamiz. 9-chislodan ishda bo'lamiz. Bemalol telefon qilib boshqa qilib, dokumentlar to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa qo'ldan kelsa patisha qilinadi. Kimgadir javob qaytarib, kimgadir javob qaytara olmay qolgan bo'lsa, men borib uzr so'rayman. Kuzatishda davom etinglar. Qanaqa yangilik bo'ladigan bo'lsa, albatta aytib o'taman. Hammalar yaxshi